Ibrohim mehmondoslikni juda yaxshi ko'rar edilar. Uylariga mehmon kelmagan kun ular roza tutar edilar. Shunda ham mehmon kelmasa ular rozani faqat suv bilan ochar, boshqa hech nima yemas edilar. Bir marta ular ketma-ket 3 kun roza tutdilar va xayollarida menga o'xshagan odam bormikan deb o'yladilar. Alloh Ibrohimni ilhomlantirib sayohatga chiqishlarini, odamlarni o'rganib ulardan ibrat olmoqlikni aytdi. Shundan so'ng Ibrohim sayohatga chiqdilar va toki bir saroyga yetib borgunlarigacha yo'l yurdilar. U saroydagi daraxtlarda hech qanday meva yo'q edi. Ular bir daraxtning ichiga qaragan edilar, u yerda bir odamni ko'rib qoldilar. Ibrohim o'sha odamga salom berib mehmoni bo'lmoqchi ekanliklarini aytdilar. Shunda haligi odam: "Xush kelibsan, Allohning mehmoni" deb Ibrohim kutib oldi. Ibrohim atrofga qaradilar. Lekin na qozon, na bir taom yoki taom pishirilayotganini ko'rmadilar. Ular endi og'zimizni nima bilan ochamiz deb o'yladilar. Shunda birdan tashqarida turgan likopchaga ko'zlari tushdi. Likopchada 2 ta anor bor edi. Bu odam rozasini anor bilan ochdi va Allohga mehmon yuborganligi uchun shukronalar aytdi. Ibrohim bu odamdan rozasini qaysi vaqtda, ya'ni qanchada ochishini so'radilar. Bu odam og'zini faqat mehmon kelganda ochishini, mehmon esa bir oyda bir marta kelishini aytdi. Bundan Ibrohim hayratda qoldilar, chunki ular og'izlarini har 3 kunda ochar edilar. Agar hech qanday mehmon kelmasa, unda nima qilasiz? Deb so'radilar Ibrohim. Shunda haligi odam yana bir oy og'iz ochmay yurishini aytdi. Ibrohim o'z hayratlarini bildirgan edilar. U odam: "Bunda hech qanday hayratlanarlik joyi yo'q. Mendanda yuqori o'rinda turadigan bir avliyoni taniyman. U bu yerdan bir necha chaqirim masofada yashaydi", dedi. Ibrohim o'sha avliyoni ko'rish uchun yo'lga chiqdilar va avliyoni manziliga yetib bordilar. U yerda gorda o'tirgan bir odamni ko'rdilar va salom alikdan so'ng unga mehmon bo'lishliklari uchun ijozat so'radilar. "Xush kelibsan, Allohning mehmoni", dedi avliyo va indamay shu o'tirganicha o'tiraverdi. Ya'ni taom tayyorlash uchun hech qanday bir harakat qilmadi. Quyosh kirayotgan bir paytda ular Allohga duo qilib og'iz ochishdi. Atrofda hech bir taom yoki taom tayyorlanayotganligi ko'rinmas edi. Ibrohim hayratda edilar. Aynan shu payt yonligidan bir kiyik o'tib qoldi. Avliyo kiyikni qo'lini uchi bilan ko'rsatgan edi. Kiyik yonligida pishirilgan holda paydo bo'lib qoldi. Ular kiyikni tanavvul qilishgandan so'ng, avliyo mehmon yuborganligi uchun Allohga shukronalar aytdi. Ibrohim avliyodan rozani qanchada ochishini so'ragan edilar. Avliyo: "Har 2 oyda bir marta", deb javob berdi. Agar mehmon kelmasa yana 2 oy roza tutaverishni aytdi. Ibrohim juda hayratlanib ketdilar va: "Yaqin o'rtada sizga o'xshagan odam bormi?" deb qiziqdilar. "Ha, albatta, Levan tog'larida bir odam bor", dedi avliyo. Shunda Ibrohim Levan tog'iga qarab yo'l oldilar. U yerda ular bir yaxshi kiyingan odamni uchratdilar va haligi odamga: "Men sizning mehmoningiz bo'lishni xohlayman", dedilar. U odam: "Xush kelibsiz, Allohning mehmoni", deb Ibrohimni o'z g'origa yetaklab ketdi. Ibrohimga bu g'or juda yoqdi. Hamma yoq tozalab tartibga solingan va shinam edi. Ular birgalikda quyosh kirayotgan vaqtda kerakli ibodatlarni bajarishdi. Shundan keyin u odam Allohdan ularga taom berishini so'radi. Shunda g'orning tuynugi ochilib, turli xil noz-ne'matlarga to'la dasturxon tushib keldi. Ular birga ovqatlanishdi, so'ng Allohga hamd va shukronalar aytishdi. Shundan so'ng dasturxon tepaga ko'tarildi va g'orning tuynugi yopildi. "Sen og'zingni qanchada ochasan, yana qancha muddat rozador bo'lib yurasan?" deb so'radilar Ibrohim. U: "Har 3 oyda", deb javob berdi. Agar mehmon kelmasa, yana 3 oy rozador bo'lib yuraverishni aytdi. Ibrohim undan: "Bu g'or sening uyingmi?" deb so'radilar. "Bu masjid, uyim boshqa", deb javob berdi u. Ibrohim haligi odamni uyini ham bir ko'rmoqchi ekanliklarini aytgan edilar. "Mana bu g'orga kirib chiqqin, agar qaytib kelsang, men seni uyimga olib boraman", dedi u odam. Ibrohim ko'rsatilgan g'orga kirib ketdilar. Ichkarida bir arslon yotar edi. Arslon shunday uvoz solar ediki, uning ovozidan tog'lar titrar edi. Shunda Ibrohim: "Tinch o'tir, seni oldingda Ibrohimdir", deb aytdilar. Shunda arslon tinchidi. Ibrohim haligi odamni oldiga qaytib bordilar. Ular birgalikda uning uyiga yo'l olishdi. Haligi odam Ibrohimni ko'zlarini yumib uning orqasidan kelishni aytdi. Shu alfozda ular havoga ko'tarilib uchib ketishdi.
dengiz aro uchib bir orolga kelib qonishdi. Qirg'oqda namoz o'qish uchun uzun joynamoz bor edi, qibla toshlar bilan belgilab qo'yilgan edi. Bir koza tahorat uchun suv bilan tolatilgan edi. Uning yonida bir kichik yog'li lampa yonib turar edi. Ibrohim juda hayron bo'ldilar, chunki g'or juda shinam edi. Avliyoning uyi esa juda ham oddiy edi. Ibrohim o'sha orolda yashaydigan bir qariyadan ularning haqlariga duo qilishlarini iltimos qildilar, lekin qariya xafa bo'lib, "Mening duoyim ijobat bo'lmaydi" deb aytdi. Ibrohim undan "Nega unaqa deysiz?" deb so'radilar. Shunda u "Mana 40 yildirki bir duoni qilib kelyapman, lekin duoyim hali ham ijobat bo'lmadi" dedi. Ibrohim u nima duo qilishini so'radilar. Kunlardan bir kun navbatdagi sayohatlarimning birida men dengiz bo'yida bir ajoyib, sochi uzun, xushbichim, chiroyli bir bolani yiglab turganini ko'rdim. Undan nega yiglayotganini so'ragan edim. Otasi Ibrohimni ko'rishni xohlayotganini aytdi. U bolaning ismi Ismoil edi. Shu vaqtdan boshlab men o'sha ajoyib bolani otasini uchratishini 40 yildan beri duo qilib kelyapman, deb javob berdi qariya. Shunda Ibrohim o'zlarini haligi qariyaga tanitdilar, ular quchoqlashib ko'rishdi va haligi qariya Ibrohim qo'llarida jon berdi. Ibrohim juda qayg'urib qoldilar. Ular murdani yuvib, orab dafn etdilar. Alloh orolga bir farishtani yubordi. Farishta Ibrohimni yelkasiga chiqarib, oroldan olib ketdi. Farishta Ibrohimdan qayerga borishlarini so'ragan edi. Ular dunyoning eng chekkasiga deb javob berdilar. Ular dunyoning eng chetiga yetib bordilar va u yerda qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan bir katta darvozani ko'rdilar. Bu darvoza, ya'ni eshik tavba eshigi bo'lib, to quyosh garbdan chiqquniga qadar, ya'ni qiyomat boshlangunga qadar ochiq turadi. Quyosh garbdan chiqqanidan keyin esa yopiladi. Shundan so'ng Ibrohim farishtadan o'g'li Ismoil yoniga olib borishini iltimos qildilar. Ota-bola quchoqlashib ko'rishdi. Ibrohim o'zlarini 3 kun ogiz ochmay roza tutganliklari va o'zlariga katta baho berib yuborganliklari uchun afsuslandilar va tavba qildilar. Alloh o'ziga juda katta baho berib yuborganlarni xushlamaydi.